Assalomu alaykum hammaga. Biz port fusion mashinamizni oxiri kraska qilib bo'ldik inshaalloh. Idealniy bo'ldi. Krilo sari qo'ytirilmagan. Ko'rishingiz mumkin kraskalarga. Chang turibdi, mana changimni otib tashlasak. Bu stolkasi ulangan bo'lgan. Shu tomondan o'dar bo'lgan. Krilok, eshik, orqa eshik, stolkasini qo'yganmiz. Orqa krilosini uzun qilib berganmiz. Zazorlari. Xudo xolasa idealniy bo'ldi. Buni keyin polностью sip bordi. Tomlari udar bo'lgan, tomlarni o'zini qilib berganmiz. Tomi ponda shpaklovka, alyuminiy shpaklovkada bo'lgan. Xudo xolasa inshaalloh idealniy bo'ldi. Bu yoq tomondan ham birga bo'yab yubordim. Ikkita melki sarapinalar bor edi, shunga bo'yab yubordim hammasini. Idealniy bo'ldi. Polirovkada bundan ham yarqiraydi inshaalloh. Xudo xolasa o'zi mana TVga rasmlarni qo'yib qo'yamiz, adden qilib.